Umid opa, bilasiz, qo'limda 3 oylik bolam bor. Erim prezervativ bilan bo'lishni xohlamayapti. Nima maslahat berasiz? Xo'p, spiral qo'ydirib ko'rdingizmi? Spiral qo'ydiruvdim, menga yoqmadi. Rosa qon ketdi, og'riq bo'ldi. Oldirib tashladim. Nima bo'ladi? Bo'ldi. Agar sizga spiral to'g'ri kelmagan bo'lsa, albatta implantol haqida ham o'ylab ko'rishingiz kerak bo'ladi. O'zi spirallarning turlari har xil. Ya'ni ular misli, kumush, oltin spirallar va gormon saqlovchi spirallar bo'lishi mumkin. Implantol esa bu kontratseptiv vosita hisoblanadi va uni tarkibida etanol ergistel degan gormon bo'ladi. Etanol ergistel gormoni gistagen, ya'ni progesteron turkumiga kiruvchi gormon va emizish paytida u umuman ko'krak sutiga ta'siri yo'q. Shu bilan birgalikda hayz ko'p kelishini oldini oladi hamda 3 yilgacha sizni istalmagan homiladorlikdan saqlaydi. Qachon qo'ydirsam bo'ladi? Hayz vaqtida qo'yiladi o'zi aslida, lekin tug'ruqdan keyin hayz ko'rmasangiz ham xohlagan kuningizda qo'ydirsangiz bo'ladi. Agar siz ham o'zingizga mos kontratsepsiya vositasini tanlay olmayotgan bo'lsangiz, marhamat qabulimga keling va men albatta sizga yordam beraman.